وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. Amma ba'd. Salatul istisqa degan so'z Alloh subhanahu va taoladan quriliq vaqtida maxsus usul bilan yomg'ir so'rov. Ham shushi yomg'irni biz bilirga tiyishmiz beruvchi faqat bir Allohgina. Ya'ni shu bir Allohdan so'rarga tiyishmiz, ham shushi namozni o'qib bir Allohgagina murojaat etirga tiyishmiz. Ham ol sunnat bo'lib tura Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu namozni o'qigan. Aning vaqti g'ayit namozi kebek quyosh chiqib 15 minutda boshlana, ham ilya namozina qadar davom etadi. Ham aning sifati naq g'ayit namozi kebek o'qila. Sunnat bo'lib tura qirg'a chiqib oshiqliqqa o'qu, ammo masjidda o'qu dag'an shulayq durust. 2 raqatdan tura qishqirib o'qila, ham takbirlar soni dag'an naq g'ayit namozida kebek o'q. Yomg'ir so'ralurga mumkin sajdada duo qilib, yeysendi imam minbarga minib qo'lin ko'tara, ham anga yerib o'quvchilar shulayq qo'llarini ko'tarib Alloh subhanahu va taoladan yomg'ir so'raylar. Ham imam alarga ayrim bir kunni belgilarga tiyish, ham va'z sizlarga tiyish, nosharliqlarni qoldirga, tövbəyə qaytırga, bir-birində erləşu, suğuşunu qaldırga, ham kishilarni chaqirga tiyish, zakat berurga oshig'irga. Şunliqda zakat to'lamau yomg'ir yovudan to'xtauga eng zo'r sabablardan bo'lib tura. Nishigittirib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan sahih hadisda, qachon qavm zakat to'lovdan to'xtasa, yomg'ir yovuni to'xtatirlar, agar hayvonlar bo'lmasa, bir tomchi ularga yovdirmas deb. Ham kishilar shu namozga chiqqanda tiynaq ravishda kundan bo'lib tubansinib yolvorib chiqra tiyishlar. Nishigittir Ibn Abbas Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shulay chiqqan deb asar keltirdi. Shulayq bu namoz xutbadan tura, ham xutba g'ayit namozi kebek 2 xutbadan tura. Ammo qo'ybir g'olimlar aytalar, bir xutbada jita deb. Imam shu xutbada ko'p ettirib istig'for qilarga, ham qofu surarga indirga tiyish, ham qo'lin ko'tarib Alloh subhanahu va taoladan yomg'ir so'rarga tiyish. Nishigittirib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'llarini ko'tarib yomg'ir so'ragan, hatto aning qo'ltiq ostindagi oqlig'i dag'an ko'ringan deb hadislar kela. Ham kishilar dag'an imomga yerib qo'llarini ko'tarishga tiyishlar. Ham albatta eng yaxshi duo bo'lib tura Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan yomg'ir so'rab kela turgan duolar. Istisqa namozining sunnatlaridan bo'lib tura üstki kiyimni olishtirib kiyib Alloh subhanahu va taoladan qiblaga burilib duo so'rov. Nishigittir Rasululloh sallallohu alayhi vasallam üstki kiyimni olishtirdi, ham kishilarga o'zining orti bilan burilib, qiblaga burilib duo qildi, ham kiri o'zining shushi kiyimin olishtirib kiydi. Bu namozga barliq musulmonlar da shig'ala, xotin-qizlar, bolalar, ham bigrakda taqvoli, to'g'rili kishilar. Ham nishik sahabalar Alloh subhanahu va taoladan so'raylar edi, Robbimiz, biz oldan sendan, sening payg'ambaring duosi osha so'raydik. Hazir payg'ambarning obisi duosi osha yomg'ir so'raymiz deb Alloh subhanahu va taola murojaat etalar edi. Alloh subhanahu va taola bizni baribizdan to'g'ri yo'l bilan olib borsin, ham o'zining xayrli, barakatli yomg'irlarini yog'dirsin.